Mana bularga kaziroq qildirdik. Yoshlar telefondan to'g'ri foydalansa, kattalarga mana telefonda o'tirib, hozir uyda o'tirib 15 kunda zakaz qildik. 15 kun ichida mana shunchalik kaziroqni qo'yib berdi, uzum tashni qo'yib berdi. Hozir vaqtimiz bo'lmadi, endi uzum gullaganda bu yoqqa yopishtirib qo'ymadik. Endi sekin-sekin yopishtirib qo'yamiz. Xudo xolasa hammalar ishlariga rivoj bersin. Mana bonuslari bilan qilib berdi. Rahmat mana tashkilotchilarga. Biz qilib bergan ishlarimizdan siz rozi bo'ldingiz-a? Rozi bo'ldik. Mana bonuslari ham bor ekan. Uyda qo'yib qo'yishdi hozir skameykalari bilan. Hamma yo'g'ini rozilik bilan bo'ldi. Ilk kunda o'rnatishib ketdi. Bir haftaning ichida zakaz olib. Hamma yo'q joy-joyida. Bu joyimizga kaziroq qilib berganmiz. Neabishni chiroyli chiqqan. Bu o'zlari internetdan ko'rib, mana shu ma'qul keldi deyishganligi uchun shu dorozlarga moslab high-tech fasonda so'kalarni tumbalik qilib berganmiz. Xudo xolasa neabishni chiroyli chiqqan. Bu tunikali varianti, setka, falga, sklavata tunika qatirib berilgan. Xudo xolasa issiqlikni o'tkazmaydi. Yomg'ir yoqqanda ovozi tomchilanadi. Keyin bu joylarda Andijon viloyati Ulug'nordamiz. Hozir bu joyda tumanlar, nimalar ko'p bo'ladi. Tumangarchilikda tunikani o'zini qatirib qo'ygan holatda bu tunikani tayyorlaydi. O'shalarni oldini olish uchun setka, falga, sklavata tunika qo'yib berilgan. Xudo xolasa neabishni chiroyli chiqqan. Hozir juda ham xursandlar. Xudo xolasa bergan pulimga roziman deyaptilar, duolar qilyapti, o'zlari ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa kimga xuddi shunaqa naves kerak bo'lgan bo'lsa, kaziro kerak bo'lgan bo'lsa, bu tomonda sorta ham qilib berganmiz. Pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa sizlarga ham polностью qilib beramiz. Bu kaziroyimiz tunikali variantini 1 kvadratini 630 ming so'mdan qilib berganmiz. Sochxonamga sortayda 1 kvadratini 250 ming so'mdan qilib berganmiz. Kimga kerak bo'lsa, pastki nomerlarga telefon qilsalaringiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, rahmat.